Xo'p, assalomu alaykum. Xo'p, yaxshimisizlar? Qarang, ana shunaqa videolar, misol uchun, Money Rush'ga o'sha memlar qo'shib, ana shunaqa videolarni misol uchun hozir ko'p kishi videolar qilyapti. Lekin har bittasi misol uchun 171 ming ana bunisi 1,200,000, 1,600,000. Hozir eng nimalarni populyarnisi o'sha 12 million, 10 million ana shunaqa prosmotr olyapti. Xo'p, lekin bitta nimasi, hozir ana shunaqa video qanday qilinadi? Misol uchun montajlari qanday? O'yinni o'zini misol uchun qayerdan topsa ana bunaqa hozir pulni nimasini hozir ko'p kishi topolmayapti. O'shalarni hozir men sizga tekinga bemindan sizlarga hozir bitta o'rgatib boraman. Chunki tekin deyotganim sababi ko'p kishi shuni hozir pulga hisoblab nima qilyapti. Ko'p kishi pulga hozir sotyapti, kurs qilib sotyapti. Xo'p, qarang. Endi u yog'ini olsak, ketdik bo'lmasa. Xo'p, birinchi navbatda ana bu hozir nima bor? O'yinni nomi mana Money Rush ana bunaqa. Men sizga bu mod versiyasi men sizga bir Telegramda ilojib tashlab qo'yaman. Telegram kanaliga o'tib bo'lsangiz, mana shu yoqqa nimasini tashlab qo'yaman sizlarga. Xo'p, Money Rush o'yiniga kiramiz. Xo'sh, ana mod versiyasining ana shunaqa nimasi bor o'zini. Mana shunaqa belgchasi bor. Misol uchun bu nima kerak? Reklama endi u yog'ini olsak chiqmaydi. Endi ko'p ham chiqmaydi. Misol uchun bir ikkita joylarga reklama chiqadi, lekin unaqa har doim chiqmaydi. O'shanga ana shu programma nimasi kerak bizga? Mod versiyasi. Xo'p, o'yinga kiramiz. O'yinga kirgandan keyin bitta narsasini qarang. Hozir misol uchun oddiy holatda misol uchun bunaqa tangachalar chiqadi. Misol uchun tangachalar chiqadi. Xo'p, bu tangachalarni misol uchun bizga o'shaqa montaj tangacha emas, dollarli joy kerak bizga. Xo'sh, tangachani bitta nimasi bor. Buni pastroq qilamiz. Buni 3 marta o'ynagandan keyin hozir nimasini ko'rsataman hozir. 3 marta o'ynagandan keyin o'sha dollarlik nimasini chiqadi, o'sha dollarga yuradigan joyi chiqadi. Men sizga bitta ko'rsataman hozir. Xo'sh, bu ikkinchisi edi bu, ikkinchisi menimcha bu. Xo'sh, 3 marta o'ynaymiz. Men videoni to'xtatib, keyin nima qilamiz sizga to'xtang. Xo'p, qarang. 3-martasini ham o'ynadik. Xo'p. Shunaqa. Xo'p, o'tkazib yuboramiz. Bunisi ham shart emas. Mana shunaqa biroz joylarga chidash kerak. Xo'p, qarang. 3 martadan keyin mana bunaqa reklama chiqadi. Bonus level degan joy chiqadi. Ana shuni ustiga bitta playni bossak agar, biz bitta reklamani ko'rib, keyin shu o'yinga kiritadi. Xo'p, reklamani ko'rib olamiz hozir. Xo'sh, bo'ldi. Qani, endi o'yinga o'tkazadi. Ana shunaqa qilib buni ana shunaqa topsak bo'ladi. Xo'sh, ana shunaqa o'ynab ketaveramiz bitta-bitta. Iloji bo'lsa, ekran zapisini oldinroq yoqib qo'ying. Chunki bu misol uchun nima bo'lmasligi mumkin, zapis qilmasligi ham mumkin. O'ynab. Xo'p, ana shunaqa o'ynab zapis qilamiz. Xo'p. Bu yog'i bo'ldi. Keyin o'sha montaj qismiga o'tamiz. Videoni nima qilgandan keyin, saqlanib qilgandan keyin montaj joyiga o'tamiz. Xo'p, qarang. Oldin bitta montaj qilganman. O'shani bitta ko'rsataman sizlarga. Xo'p, qarang. Montajni ham misol uchun endi ko'p kishi baribir biladi. Xo'p, qarang, pastiga o'sha videoni o'sha zapis qilgan joyimizni qo'yamiz pastiga. Xo'p, keyin ana bunaqa bizga nimalar kerak? Nimalar kerak bizga? Mem rasmlar. Endi biroz men misol uchun
shakllarga umuman u yoq bu yoq e'tibor bermaganman, lekin misol uchun chiroyli qilib o'zlaringiz misol uchun ana shunaqa mem rasmlardan topib nima qilish kerak? Bitta o'sha qo'yib borish kerak. Xo'sh, qayerga qo'yish kerak? Xo'p, qarang. Hozir videoning nimasini, ovozini biroz nima qilamiz buni? Xo'p, qarang. Dollar yuradi. Misol uchun plus bo'lsa agar, ana shunaqa plus misol uchun joyiga ana shunaqa memlar qo'yib qo'yaveramiz. Yaxshi memlar qo'yamiz. Plus joyiga ana shunaqa o'z qiziqarli rasmlardan qo'yamiz. Keyin bunaqa minus bo'lgandan keyin bunaqa o'shanga qarab misol uchun kayfiyatga qarab misol uchun o'shanaqa qilib memlar topib beramiz. Topib qo'yish kerak. Xo'p, bunaqa rasmlarni qayerdan topamiz? Hozir buni ham bitta ko'rsataman. Xo'p, qarang. Chrome'ga kirib bitta yozamiz. Ronaldo mem foto deb bo'lsa agar, misol uchun ana shunaqa memlarni chiqarib beradi. Ronaldo mem foto desak agar, ana shunaqa har xil memlar topib beradi sizga. Ana shunaqa olib, misol uchun yuklab olish deb, mana shuni bitta yuklab olsangiz agar, ana shuni bir 10-15 ta olsangiz agar, misol uchun bir 5-6 ta video uchun tayyor bo'ladi nimasi. Xo'p, keyingi qismimizga yana bunaqa ovozlar kerak, misol uchun mem ovozlar kerak, misol uchun ana bunaqa. Ana bunaqa mem ovozlar, keyin mem misol uchun musiqalar kerak. Prompt musiqalar bo'ladi bular. Ana bunaqa misol uchun puli o'sha ko'payganda, ana bunaqa misol uchun puli ko'payganda, puli kamayganda ana bunaqa misol uchun nimalar topish kerak. Xo'sh, buni ham bitta nimasini tushuntiraman sizlarga, qarang. Topish joyini ko'rsataman. Xo'p, Chrome kiramiz. Xo'sh, bu yerga yozamiz. Xo'sh, sound effect mem yozsa agar, misol uchun mana bunaqa birinchi o'sha qiziliga nima chiqyapti, o'sha sayt chiqyapti. My Instant. Mana shu yerga bitta kiramiz. Mana shunaqa prompt musiqalar topib beradi. Prompt musiqalar topib beradi. Xo'sh, topib beradi. Xo'p, ana bunaqa ovozlarni esa, mana misol uchun ana bu birinchisiga o'xshagan ana bunaqa ovozlarni esa o'shalarni ham misol uchun Chrome'ning o'zidan topsa bo'ladi. Ana prompt mem yozganda endi memni o'zini yozamiz, shuni qidiramiz. Yana o'sha saytga olib boradi. Endi sizga mem ovozlar topib beradi. Ana bunaqa sizni misol uchun undan ham bir musiqasidan ham ovozidan ham bir 10-15 ta yuklab olsangiz agar, nechta anchagina videoga misol uchun yetarli bo'ladi. Xo'p, yana nimasi qoldi? Xohlasangiz misol uchun ana bunaqa daylar misol uchun kunlik nimasini yozib qo'yganmiz. Ana shunaqa xohlasangiz yozsangiz ham mayli, misol uchun endi nimasiga qarab, vaqtingizga qarab yozmasangiz ham mayli, misol uchun unaqa juda misol uchun zarur narsa emas. Asosan misol uchun ana shunaqa ko'paygan, kamayganda misol uchun rasmlarni qo'yish, ovozlarni o'shanga qarab misol uchun moslab qo'yish kerak. Xo'sh, endi shunaqa nimalar agar yo'q bu yoq tushunmagan joylaringiz bo'lsa agar kommentariyada yoki misol uchun men sizga pastga o'sha Telegram nimasini qoldirib qo'yaman, o'sha Telegram link qoldirib qo'yaman. Kanal linkini kirib obuna bo'lib, misol uchun o'sha yoqqa yana savol-javob qilsangiz bo'ladi. Bemalol misol uchun nimalarga javob beramiz. Xo'sh, video agar misol uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, bitta obuna bo'lsangiz agar misol uchun shunaqa qiziqarli misol uchun videolar, qiziqarli nimalarni chiqarib qo'yamiz. Misol uchun tekinga hech qanaqa misol uchun kurs nima qilib, misol uchun pulli qilib nima qiladigan niyatimiz yo'q. Ana shunaqa qiziqarli videolarni tayyorlashni misol uchun o'rgatib boramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling. Cristiano Ronaldo, suey.
mashina